Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun O'zbekistonga borib keldim. Hozir endi jo'jalar tagini, paddonlarini tozalab qo'yib, jo'jalarga xudo xolasa mehr berishni boshladik. Jo'jalarni kletkasi isib ketyapti. Sababi jo'jalar kattargandan keyin o'zidan issiq chiqaradi. Oddiy mana bu 10 voltga ishlaydigan oq lampochkadan qo'yib qo'ydim. Havola ham sal isib qolgani uchun. Bu yerdagi lampochkani boyaga terma regulyatorga ulab qo'ydim buni. Nargilarini nargi issiq beradigan lampochkani olib tashlab turib, o'rniga oq qo'yib qo'ydim. Agarda jo'jalarimizdan oq lampochkani oq yorug'lik beradigan lampochkani olib tashlaydigan bo'lsak, qarong'i bo'lib qolsa ham bir-birini bosib o'ldirib qo'yapti. Hozir mana bittasi o'lib qolgan ekan, mana shunday bo'lib. Sababi shu bir-birini bosgandan keyin o'lib qoladi. Endi baribir yaxshi qarasak, xudo xolasa o'lmay katta bo'ladi. Hozir 70 tadan 69 ta qoldi. Bittasi bir-birini bosib o'ldirib qo'yibdi. Chunki svet uchgandan keyin bular ko'rmaydi. Chivir qilib keyin bir-birini bosib o'ldirib qo'yar ekan. Xudo xolasa keyin jo'jalarimizni uyda 3 kundan beri yo'qman. Qaro yaxshi bo'lmagan, shu uchun jo'jalarimizni ichi ham salgina ketib qopti. Bunga hozir sultiprim parashogidan aralashtirib, xudo xolasa hozir tuxum qaynatayapman, tuxumlarini beramiz. Xudo xolasa jo'jalar ancha o'zgarib qopti. Uja mana 69 ta jo'jamiz 1 metrga 50 ga 40 bo'lgan joyga uja pashti sig'may boryapti-da. Agar karmushkasini qo'yadigan bo'lsam hozir oldiga uja ancha joyda olib qo'yadi. Yana bir 15 kun 20 kunlardan keyin uja jo'jalarimiz sig'may qoladigan bo'lib qoladi. Shu uchun hozir xudo xolasa bularni endi pastki qavatga ham paddonni yasab qo'yib, hozir mana paddonni yasaganim yo'q. Rekani o'zi turibdi. Tagiga bitta tunuka qoqib turib, xudo xolasa buni ham tayyorlab qo'yib, 1-2 kundan keyin uja xudo xolasa tagiga olamiz yarmini. Yarmini tagiga olib, shunday qilib ikkita joyga bo'lib turib boqmasak bo'ladi, bo'lmaydi. 30 ta 69 ta bo'ladigan bo'lsa, shunda 34 tadan to'g'ri keladi. 34 tadan endi bularni xudo xolasa bo'lib qo'yamiz. Hozir havola ham ilib qolgani uchun jo'jalarni hozir mana bu datchik bordi, uzib qo'ydim. Mana datchik uchga hozir ishlagan yo'q. O'chirib qo'ydim. Salgina bo'lsa ham jo'jalarimiz salqillab mana o'zlarini yaxshi his tutyapti. Bular ham o'zgarishi yaxshi. Tojjollarni mana qaranglar. Oyoqlari qalin. Ham bular jo'jalar vesi yaxshi oladi yoshligidan. Mana bir xillarni qaranglar. Oyog'ini ko'ryapsizlar? Qalin. Endi oddiy mana adleri qaranglar. Adleri oyoqlari baribir sal bo'lsa ham kichinaroq. Ko'rinishdan ham shunday. Tojjollar katta-katta-yu, adlerlar kichinaroq. Mana dakanimiz. Dakanchamiz ham yaxshi o'zgaryapti, xudo xolasa. 4 ta dakan jo'jamiz bor. Tojjon bilan jersi kiygan jo'jalarni holi sanaganim yo'q, xudo xolasa. Endi sanab qo'yamiz. Jo'jani kuzda sanaysan degandek, faqat xudo xolasa sanaganimiz yo'q. Sanasak barakasi qochadi, lekin sonini sanab qo'yganmiz. Lekin nimasini hisoblaganimiz yo'q hali. Qaysidan nechtaligini, xudo xolasa shunday qilib katta qilyapmiz. Hammasi yaxshi, sog'lom. Tomosha qilgan odam mazza qilib tomosha qiladi. Charchagan paytda boshdan oladi tomosha qilib. Faqat like bosamiz, like o'rtoqlar. Kommentariy yozib qoldiramiz. O'zgaribdimi yo'qmi?